Qizilqum uy-joy savdosida yana bitta ajoyib kottejimiz sotuvga chiqdi. Kottejimiz Karmanada, Yangiariq mahallada joylashgan 4 sotiq 4 xonadan iborat. Kottejimiz tayyor kirib yashaydigan holatda. Obzorini ko'rib chiqaylik. Kottejimizni bu kiraverishida mana shunaqa chiroyli hol koridorimiz bor, keng, yorug'. Bu tarafda mehmonxonamiz, kuxnyamiz, kuxnyadan keyin sanuzel, yana 3 ta xonamiz bor. U 3 ta xonani xohlasa bolalar, kattalar yotoqxonasi va yana bitta mehmonxona qilib foydalanishimiz mumkin. Kottejimizda mana shunday orqa tarafdan chiqish eshigimiz, bu yerda mana bunaqa chiroyli katta keng agarodimiz bor. Bu agaroddan yozgi oshxona, zelyoniy zona qilib foydalansa bo'ladi. Kottejimiz narxiga keladigan bo'lsak, 680 million so'm so'ralyapti. Qo'shimcha ma'lumotlar uchun har doimgidek aloqadamiz. Nomerlarimiz pastda yozib qoldiramiz.